Sizlar hozir sun'iy intellekt bilan qo'shib yozamiz. Havaskor qishlog'i haqida. Birinchi bo'lib buni tekstini ya'ni she'rini yozib olish kerak. Hozir birinchi she'rini yozib olamiz. Ana she'rini yozib oldik. O'qiymiz. Odamlari bir-biriga mehribon, soddagina o'zbekona madaniyat. Manziling o'sha mashhur Qubodiyon, tarixingdir min asrlar ichra pinhon. Havaskor meni qishlog'im, senga fido bu jonim, go'zaldir tabiating, yo'qdir tenging sening. She'rini yozdi sening sodda farzanding, uning ismi Muhammad Amin, qo'shiq qilib kuyladi uni, sun'iy intellekt ismi uning. She'rini yozdi sodda farzanding, uning ismi Muhammad Amin, qo'shiq qilib kuyladi uni, sun'iy intellekt ismi uning. She'rini o'zgartirish kerak. Ana endi she'rini yozdi sening sodda farzanding, uning ismi Muhammad Amin, qo'shiq qilib kuyladi uni, ismi uning sun'iy intellekt. Xullas, hozir buni endi bunday qilamiz, sazzat qilamiz, bog'ni qo'shiq qilib beradi o'zi. Ko'ramiz qanday qilib qo'shiq qilar ekan. Buni qo'shig'ini sal noto'g'ri chiqishi mumkin. Nimaga desiz? Chunki bu ingliz tilida aytadi. Ingliz tilini endi o'zbekchasiga nima qilsa, sal tillar bir joylarga tutilib qolishi mumkin. Hozir mana eshitamiz. Havaskor meni qishlog'im, senga fido bu jonim, go'zaldir tabiating, yo'qdir tenging sening. Odamlari bir-biriga mehribon, soddagina o'zbekona madaniyat. Manziling o'sha mashhur Qubodiyon, tarixning ming asrlar ishlab pinhon. She'rni yozdi sening sodda farzanding, uning ismi Muhammad Amin, qo'shiq qilib kuyladi uni, ismi uning sun'iy intellekt. Havaskor meni qishlog'im, senga fido bu jonim, go'zaldir tabiating, yo'qdir tenging sening. Odamlari bir-biriga mehribon, soddagina o'zbekona madaniyat. Manziling o'sha mashhur Qubodiyon, tarixning ming asrlar ishlab pinhon. She'rni yozdi sening sodda farzanding, uning ismi Muhammad Amin, qo'shiq qilib kuyladi uni, ismi uning sun'iy intellekt. She'rni yozdi sening sodda farzanding, uning ismi Muhammad Amin, qo'shiq qilib kuyladi uni, ismi uning sun'iy intellekt. She'rni yozdi sening sodda farzanding, uning ismi Muhammad Amin, qo'shiq qilib kuyladi uni, ismi uning sun'iy intellekt. Sizlar birinchi qo'shiqda eshitdilaring qanday chiqibdi, ammo ikkita qo'shiq qilib beradi. Ikkinchi qo'shiqni endi eshitamiz. Boshidan. Havaskor meni qishlog'im, senga fido bu jonim, go'zaldir tabiating, yo'qdir tenging sening. Odamlari bir-biriga mehribon, soddagina o'zbekona madaniyat. Manziling o'sha mashhur Qubodiyon, tarixning ming asrlar ishlab pinhon. She'rni yozdi sening sodda farzanding, uning ismi Muhammad Amin, qo'shiq qilib kuyladi uni, ismi uning sun'iy intellekt.
havas ko'r meni qishlog'im, senga fido bu jonim. Go'zaldir tabiati, yo'qdir tenging sening. Odamlari bir-biriga mehribon, soddagina o'zbekona madaniyat. Manziling o'sha mashhur Qubodiyon, tarixningdir ming asrlar ichra pinhon. She'rni yozdi sening sodda farzanding, uning ismi Muhammad Amin. Qo'shiq qilib kuyladi uni, ismi uning sun'iy intellekt. She'rni yozdi sening sodda farzanding, uning ismi Muhammad Amin. Qo'shiq qilib kuyladi uni, ismi uning sun'iy intellekt. Odamlari bir-biriga mehribon, soddagina o'zbekona madaniyat. Manziling o'sha mashhur Qubodiyon, tarixningdir ming asrlar ichra pinhon. She'rni yozdi sening sodda farzanding, uning ismi Muhammad Amin. Qo'shiq qilib kuyladi uni, ismi buning sun'iy intellekt. Sening sodda farzanding, uning ismi Muhammad Amin. Qo'shiq qilib kuyladi uni, ismi uning sun'iy intellekt. Do'stlar, mana eshitdilaring oxirigacha. Bu hozir shu she'rni ham hozir yozdi, muzikasini ham hozir to'g'riladi. Bu muzikani o'zi aytib berdi, sun'iy intellektda. Endi xato kamchiliklari bor she'rda. Prosta hozir shu 2-3 minut ichida yozilgan she'r. Qanday? Misol uchun yoqdimi, yoqmadimi, kommentariyada fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Men ham hozir birinchi marta qilib ko'ryapman buni. Sizlar bilan birinchi martasida qilib ko'rdim. Kommentariyada fikrlaringizni yozinglar. Agar yoqqan bo'lsa, layk bosib qo'yinglar. Do'stlar, agar so'zlarga tushunmagan bo'lsalaring ba'zi so'zlarga muzikani, kommentariyada she'rda nimasi bor, nima teksti bor, ya'ni yozilgan matni bor. O'shanga qarab tursalaring, tag'in tushunib olasizlar o'zlaring. Chunki bu aytib o'tdim, bu programmani amerikaliklar chiqargan, talaffuz ham amerikancha, o'sha ba'zi bir o'zbekcha so'zlar talaffuz qila olmaydi. Shuni ham inobatga olish kerak. Agar o'zimiz o'zbeklar bironta shunaqa programma o'ylab chiqarsa, undan keyin artistlar kerak emas. Shu she'rni yozasiz, bitta muzikani o'zi qilib beradi, eshitib yuraverasiz. Xo'sh, xayr, sog' salomat bo'linglar. Zerikanda shuni qildim-da.